Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Isaxon Plaza. Bugun videomizga xush kelibsiz obunachilar. Bugun videomizda sizlar bilan birgalikda qarachi do'stlar, men hozir juda ham yomon ahvoldaman. Xullas meni ishsiz bo'lib qoldim do'stlar. Xullas ish topolmay yuribman. Xullas men hozir 38-chi qishloq bor ekan, o'sha keldim do'stlar. O'zim qishlog'imdan ketishga majbur bo'ldim, chunki u yerda ishlar yo'q ekan. Xullas bu 38-chi qishloqda aytishlari bo'yicha bitta yangi ishxona ochildi. O'shaga borib ko'raylik, qani u yerda qanaqadir yangi ishxona ochildi. O'sha boramiz. Ketdik do'stlar. Do'stlar, juda ham qiyin bo'ldi. Shahardan borib narsalarni olib kelyapman. Yo. Mana bularga boq bormish, yetilarim befarosat ekanda. Yana eshitib qolmasin. Salom do'stlar, bu yerdagilar muncha salommi deyman-da. Bo'pti, uni siyoh rang jitillar so'rab ko'raylikchi. Xo'p, tak. Salom jitil, yaxshimisan? Salom, mehmon, yaxshimisiz? Sizni ko'zda ishlar bo'lyaptimi? Bu 38-chi qishloqqa xush kelibsiz. Kechagina janob berayotganda bitta yangi odam keladi deb men siringizni bilib qoldim. Siz ishsiz ekansiz. Shunga bu yerda bitta joy ochilgan, o'sha borasiz. Meni siyoh rang qishlog'i aytdi desangiz, sizni ishga oladi. Ya rahmat jitil, narsa bo'lsa rahmat. Xo'p, tezroq boring, hozir narsa bo'lib qoladi. Xo'p, katta rahmat senga. Tak. Xo'p do'stlar, xullas hozir yo'q do'stlar, nimagadir mana shu urug'lar ko'p o'ynashyapmiz men bilan. Xullas tok, mana yetib ham keldim, juda ham yaqin ekan. Nima ish ekan? Xo'p, mayli. Tak. Kim bu? Hozir assalomu alaykum janob. Alaykum assalom. Yaxshi, kelganimdan urasizmi? Mana bu yerga o'tiring. Xo'p, rahmat sizga ham. Xullas meni siyoh rang jitil jo'natdi. Xullas sizlarda mana shu joyda ish bo'lar ekan. Xullas men shunga ish so'rab sizdan keldim. Xo'p. Nima ish qilinadi o'zi bu yerda janob? Bu yerda hamma narsani ta'mirlanadi. Yaxshi. Siz ta'mirlaysiz. Ana millioner ham qo'yib qo'yilgan. Yaxshi. Salom millioner, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Biz janob mer ko'p aytuvdi siz haqingizda. Hozir to'xtab turing. Xo'p, janob, xullas shunga ish bo'yicha meni tekshirsangiz, yuring. Mana bu ko'rsatib chiqsangiz. Xo'sh. Mana bu yer asbob uskunalar, mana bu yer kassa. Kiyimlaringni kiyib ol. Oho, yaxshi. Mana bu hozir men daraxt bilan shunday narsa chopib kelamanmi? Hozir. Xo'p, yaxshi do'stlar, kiyib olamiz. Xo'p, demak men hozir daraxt bilan ko'proq tosh chopib kelaman. Yaxshi, shunaqami? Shunaqa. Yaxshi. Jitil, mana unga ish o'rinlarini taklif qil. Qadamda bo'la qol. Bo'ldi, boshliq, hozir men bularga narsa chopib kelaysizlar, keyin men birgalikda mana bularni yana bir yasab ko'ramiz. Xo'p, yaxshi. Xo'p, janob, unda men ketdim. Bo'pti. Xo'p. Ishing omadli bo'lsin. Agar ko'mir topib olsam, uni ham sotamiz. Xo'p, do'stlar, xullas mana yaxshi bo'ldi do'stlar. To'xtab tushunmadim. Hozir janob guvohnomamni ko'rmadilar-ku. Yo'q. Xursandchiligim. Meni ham esimdan chiqib qolibdi. Janob, xullas mana bu guvohnomani bir ko'rib chiqsang kompyuterda. Kompyuterda emas, telefoningizga narsa qilib ko'raymi? Hozir kelaman. Tekshiryapman. Xo'p, lekin do'stlar, menda ham ibxonaga hammasi to'g'ri ekan. Yaxshi, hujjatim sizda turib turaysiz. Xo'p do'stlar, mana bu yerdan cho'pimiz yaxshi. Mana bu yerda ko'mirlar bor ekan. Buni ham sotsak ancha buncha narsa bo'ladi do'stlar. Bo'ladi. Unda do'stlar, hozir men kamerani o'chirib turaman. Tosh bilan ko'proq narsa chopganimda va ishxonamizga borganimda videoni yoqaman. Unda zerikib qolmay turamiz.
Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Mana hop janob 13 ta ko'mir, 41 ta tosh va 33 ta daraxt olib keldim. O yaxshi. Oyligingni beraymi? Mayli bugun как раз kerak. Sandiqdan olib ol. Mana bundan Ana, kassa. kassaga solib qo'ymaysiz. Mayli, qanaqa nima olay? Izmurud, almazmi, men sariqdanmi? Izmurud olaymi? Ha, izimurod olaver. Izimurod bu qishloqda yomon ko'p kerak bo'ladi. Bo'pti, men undan oldim bitta qilib. Osh yomg'ir yoqmoqda-ku. Nima qilamiz? Birorta uyda tunab qolamizmi? Ha, mayli bu yerda turaysiz, Maksimda qo'riqlayveradi. Ha, qo'riqlayveradi. Bo'pti, Max, senga ishondik. Bo'pti, ishonsanglar bo'ladi, ishonchingizdan o'qlayman. Mayli, qarab turasan. Kravatlarni olib olsak. Shu. Bo'pti, men bittasini olaman. Yomon sovuq ekan bu yer. Yo'q, rostdan ham. Shamollab qolmasak bo'ldi. Ketdik. Ana ikkitalik uyga kiramiz. Mayli. Do'stlar, mana xullas biz joylashib oldik, Ha. Unda meni guvohnomam bering. Mana guvohnomang seni. Rahmat. Unda birpas dam olaylik, ertagalik ishimiz qattiqroq bo'ladi. Xo'sh. Hali ham yomg'ir tinmaydi. Nima bo'lo? İşimiz ham bugun dam shekilli-da. Ha, janob. Max hali ham turibdi. Ha, Maxga ham qiyin. Mayli, janob. Mana u qayerdan kirib oldi? Salom Sayxron Jitel, yaxshimisan? Salom, ishga kirib oldingmi? Ha, ishga kirib oldim. Rahmat Jitel. Seni yordaming bilan men ishga kirib oldim. Kakras kelgani yaxshi bo'ldi. Bugun biznikida tunab qil, kakras. Narsamiz yo'q. Bo'ldi. Mayli, sizlar bilan yotaveraman. Boshlig'imiz oldiga boraver. Hozir boraman. To'xta. Xo'p, janob, hali Max kelmadi, endi nima qilamiz? Endi kutamiz. Pechkamiz ham o'chib qoldi, janob. Sizda ozgina bo'lsa ham tosh bilan, nima deydi? Tosh bilan ko'mirmi? Yo'q. Daraxt yo'qmi sizda? Yo'q ekan. Berib turganingiz yaxshi bo'lardi, mana. Daraxt olib kelaman. Yo'q, bu yoqqa kelavering, kerak emas. So'qdi. Mana yaqinroqda. Yo'q, kiring ichkariga. Do'stlar, eshikni qulflab qo'yaver, ehtimolga qarshi. Kechasi bilmayman kim kelishini. Janob, unda xo'p, bugun videomiz ham qayerdan oldingiz? Ozgina bor ekan. Xullas do'stlar, biz bu yerda baribir chidolmadik, oxiri mayli yomg'ir bo'lsa ham ishga kelamiz deb ishlaymiz dedik. Janob, menga bir fikr keldi. Mana bu tomini bitkazaylikmi yo? Tomini bitkazgan yaxshi edi. Yaxshi do'stlar, unda biz tomini bitkazib videoni yoqaman. Xullas do'stlar, mana shuncha pul qildim bilan. So'kinishga majbur qiladi do'stlar. Juda ham katta pul ketdi tomin bitkazishga ham. Usta chaqirdik. Juda qimmat dedi. Mana bu yaxshi janob, narsalar bo'lsin. Hamma narsani yangilab bitdilar. Xo'p, janob, unda sizga mana ikkita sho'rva olib keldim. Issiqni ichib olaylik. Mana qo'shig'i ham ichda ekan. Yaxshi, ovqatlanib olaylik. Janob, o'zi ham bugun ham rosa odam keldi mana. Ancha ishlab qo'yamiz, janob. Rosa ko'p odam keldi dedi. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, unda bugun videomiz juda ham qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish, esdan chiqmasin do'stlar. Ikkinchi qismni tezroq chiqish uchun
Sizlar tezroq kanalga obuna bo'linglar va albatta videomizga ham like bosinglar. Bu nasib videosi bo'ldi. Haliga ishga kirdim videosi bo'ldi. Sizlar kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Xayrlashinglar. Xayrlashing. Bo'pti, barchaga xayr. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Max bo'ldim. Maza qilib ichaman. Sen maza qilib uchaver. Xo'p, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Instagram Plaza bo'ldi. Ikkinchi qismi tezroq chiqishi uchun kanalga tezroq obuna bo'linglar. Xayr.